Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hammamizga Allohning rahmati bo'lsin, barakoti bo'lsin. Bugungi kun juma kunimiz, kunlarda ulug'i. Boshqa kunlarga qaraganda fazilat ko'p, imkoniyatlari ko'p, duolar ijobat bo'ladigan soat. Shu kunga yashirilgan, inshaalloh shunga muvofiq kelib bo'lsa, albatta o'sha duo ijobat bo'ladi deyilgan. Allohdan so'raylik, ilohim duolarimiz shunaqangi soat daqiqalariga to'g'ri keladigan muvofiq duolardan bo'lsin. Bugungi kunda yaxshiliklardan Alloh ko'paytirib bersin. O'qiydigan juma namozlarimizni Alloh qabul qilsin ilohim. Suhbatimiz ta'sirli bo'lsin, foydali bo'lsin. Xo'p, avvalgi juma payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida gaplashuvdik. Rasululloh alayhissalom haqlarida endi gap tugatib bo'lmaydi deb bo'lmaydi-yu. Ko'p vaqt, ko'p muddat gapirsak tugamaydi. Chunki o'zi shunday ham bo'lish kerak o'zi aslida. Nimaga desa, chunki Alloh bunga ishora qilib qo'ygan. Ya'ni o'tgan juma aytdik. Ya'ni sizlarda o'rnak olmoqchi bo'lsalaring, Rasulullohga boqinglar dedi. Ya'ni biz dinimizni o'rganmoqchi bo'lsak, Rasulullohga murojaat qilmay dinni o'rganib bo'lmaydi. Bu hozirgi kunda ikki xil toifaga bu dalil emas. Bir xil toifa musulmon bo'lib turib, yana payg'ambar keladi deydi. Shunaqalar bor. Ikkinchi toifa payg'ambarlik davrida uni ish tuga bo'lgan deydi. Nauzubillah. Gohida ko'proq internetda kuzatib qolamiz. Payg'ambarlik menga vahiy kelyapti degan nima chalinib qoladi-da. Payg'ambarlik kelyapti, vahiy kelyapti menga deydigan. Endi albatta u insonlarning ruhiyatida, aqliy faoliyatida nuqson borligida gap yo'q ularnikida. Lekin uni butun xalq ko'radi. Islom tushunmaydiganlar bor ichimizda. Endi tushunayotganlar bor, yosh o'sayotgan avlod bor. Iymonsizlar bor. Chunki masalan hozir bitta rasm qo'ysiz, dunyo ko'radi u rasmingizni. Yo video qo'ysak, yana hozir bizni tarmoqqa kirgan libba odam ko'radi biz. Mana YouTube'da, Instagram'da primo qilib qo'yiladi har juma. Zapisini ham qo'yamiz. Deganim, ijtimoiy tarmoqqa chiqayotganda iymonimga, e'tiqodimga, sha'nimga, millatimga, vatanimga shu to'g'ri keladimi, shu gapim, shu ishim. Ko'proq mana yoshlar, endi bizda ko'proq qatlam yoshlar keladi jumamizga. Shuni savol beringlar ko'proq o'zlaringga. Ha, shuni qo'ysam, shuni desam, to'g'ri keladimi? Chunki hozir internet bemalol bo'lib ketdi. Bugun kiyinib yechinayotganini ham qo'yyapti, oshxonada ovqat qilayotganini ham qo'yyapti, burnini ko'ylayotganini ham qo'yyapti, beparosatlar. Mana odatda bitta zo'r video, bir zo'r rolik ko'rsangiz, kim bu deysiz-da? Desa masalan, palon millat desa, "Voy, zo'rmi?" deysiz. Bitta video chizsa ham, "Kim bu?" deysiz. Ha, palon millat desa, "Uf" deysiz-da. Uji sizda millatga nisbatan baho paydo bo'ladi. Uji bitta o'sha tirraqini deb qo'poq qilayotganda. Ha, bugun o'zimizning millatda qana tirraq ko'payib ketdi bugun. Diniy tomonda ham, dunyoviy tomondan ham, jinsiy buzuqlik tomonda ham agar internetdagi ahvolotni ko'rsangiz, hayratda qolasiz. Nahotki shular kech payt necha? Xullas odamlar
4-chi tushni ko'rayotgan paytda u 50 dan oshgan ayollar bir-biri bilan primoy qilib olib, attagi bo'layotgan gaplarni ko'rsangiz, men aytaman-da, shu ona bo'lsa, masalan 50 deganda, agar farzand ko'rishdan o'zini tiymagan bo'lsa, 4 ta, 5 ta, 7 ta bolasi bor, katta ho'kizlar shular. Sodda qilib aytaveraylik. Haligi yoshligimizda 15, 17, 20 yashar bolalar, hali 10 yo'q ish qilib qo'ysa, bir yosh bola sifat ish qilib qo'ysa, "Ey, katta ho'kiz, qilgan ishingni qara" deyishardi bizga. Men shuning uchun aytayapman, haligi xalqimiz ichidagi uyatsiz bo'lmagan gaplarni gohida aytaman, iloji yo'q, majbur aytaman. Hali ba'zi bir o'zcha madaniyatlilar bir narsalar deydi, bunga fikr bildirib. Ya deganim, xo'p, shunaqa bitta yo 10 ta yo 100 ta bo'lsa ekan ham mayli deysiz-da, son ko'payib ketyapti. Qanaqadir ma'naviy buzuq inson ko'payib ketyapti. Ma'naviy buzuq odam ko'payib ketyapti. Turing. Pul bilan kalit topmang. Kirib olishgandan keyin. Xo'p, deganim bu haqida bu o'nalishimiz uchun akalar, qadrdonlar, bunga jiddiy yondashadigan masala bu. Biz to dinimizga murojaat qilmas ekanmiz, o'nalmaymiz. Bu bittasi. To Rasulullohga murojaat qilmas ekanmiz, dinimizni o'rgana olmaymiz. Ovoz pastmi qanaqadir? Ochingmi deya qo'rqyapsiz bir narsadan. Bunday oching dadalim deydi. Yo bormi? Xo'p, deganim, dinni o'rganmasak, o'nalmas ekanmizmi? Xo'p, payg'ambarimiz o'rganmasak, dinni o'rganolmas ekanmizmi? Bu degani, azizlar, iloji bo'lsa jumadan chiqib, Toshloqda ham bo'lsa kerak, Kaminatda yo Marlonda kitob do'kon bo'lsa kirib, savol bering o'sha joyda. Rasululloh haqlarida nima kitob bor? Bermanga deng shuni. Rasululloh alayhissalom keyin aytganlar, men sahobalarim yulduzga o'xshaydi. Qaysinisiga ergashsang hidoyat topasan deganlar. Sahobalar hayot haqida kitob bormi? Ber. Olingda ishoning 1 millionga bormaydi. Bo'pti, 30 ming, 20 mingdan bo'lib oling. Pulingiz bo'lsa tars oling, olib borib, bu bitta kitob. Shuni nonushtada, ujinda o'qiymiz. Tamom. Ja, endi qolgan payt vaqtimiz bo'lmasa. 2 varaqda. Mayli bezillatmang. O'qib olam. Chiyinlashni yo'qoting. 2 varaqdan o'qisiz, ertaman 2 varaq, kechpa 2 varaq, 4 varaq bo'ladi. 4 varaq agar grup olganda 1 varaqda 50 qatordan ma'lumot bo'lganda ham tasavvur qiling. Bir kunda 200 qator ma'lumot olasiz. Bu katta narsa bu. Bugun biz ummat na dunyoviy, na diniy manba bir ma'lumot qo'limizga ushamay qo'ydik. Shuning uchun biz ummat dunyoviy tomondan ham qo'poqlayotganda 0 bo'lib ketyapmiz. Diniy tomondan olganda ham 0 bo'lib ketyapmiz bugun. Ochig'ini aytgan, qaloq bo'lib ketyapmiz. Orqada qolib ketyapmiz. Bolalarimiz ishchi bo'lib qolyapti, tushunyapsizlarmi? Ishchilik ayb emas. Faqat qullik ayb. Bu bizga yarashmaydigan ish bu. Biz o'zingimizni anglaylik, o'yg'onaylik, kitob o'qing, diniy, dunyoviy aralashtiring. Shu ikkovini aralashtirib berish kerak. Liboy narsani yaxshiroq aralashtirib ol, deyman, oshda aralashtirmay solingchi nima bo'ladi? Oddiy misol. Hatto terit qilyapman aralashtiramiz. Deganim, din va dunyoni bunday qilsak, endi yutuqqa erishamiz biz. Chunki bir tomonlama bo'lsak, dinni o'zini desak, bu din pul topish manbai emas-da bu. Dunyoni o'zini olsak, dunyo hidoyat manbai emas. Dunyoga hidoyat kerak, dinga pul kerak. Uyingizda issiq suvda tahorat qilish uchun ariston kerakmi axir? Dush qilish uchun hammom kerakmi axir? Kitob o'qish uchun pul kerakmi axir? Avrat to'sish uchun ustuvor kerakmi axir?
Bu degani busiz bu qiyin bo'ladi. 1004 ta diplomi bo'lsin, o budjetga kirib, miyalari wunderkind bo'lsin, dini bo'lmasa bu poraxo'r, o'g'ri, kazzob, yolg'onchi bo'lib qoladi. O qaysidir juma aytdim shekilli, mana shu zo'r ximiklar dini bo'lmaganligi uchun geroinni chiqarib bergan bizga. Agar shu ximiklar Xudodan qo'rqadigan bo'lganda nima qilardi? Bizga foydali zo'r narsa chiqarib bergan bo'lardi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Deganim, Qur'on va hadis, din ta'limoti bizga tirikchilik manbaini o'rgatmaydi. Bizga tirikchilikni qanday qilishni o'rgatadi. Bizga biznes ilmi boshqa narsa u. Bizda biznesda halol bo'lishni o'rgatadi din. Unisiga gap yo'q. Shuning uchun bolalarimizga ikkovi kerak akalar. Ikkovini o'rganish kerak. Ikkovini o'rganish uchun bevosita dinga, dinni o'rganish uchun Rasulullohga murojaat qilish kerak, inshaalloh. Xo'p. Bugunlik mavzu O'zbekiston musulmonlari idoramizdan kelgan mavzu. Payg'ambarga emas, payg'ambarlarga iymon, ya'ni ishonish, e'tiqodimiz asosi. Ya'ni aqida bor, tafsir bor, fiqh bor, masalalar, to'g'rimi? Shu masalalarni bilishimiz kerak. O'zimizga zarurini, odam nima bilan iymonga kiradi, nima bilan iymondan chiqadi. Qisqa qilib aytganda, nima bizni iymonga kiritgan bo'lsa, shu narsa iymondan chiqaradi xolos. Bilib olinglar. Bizni nima iymonga kirgizdi? Savol. Odam nima bilan iymonga kiradi? Shahodat kalimasi. Shahodat deganda guvohlik kalimasi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh desa ham bo'ladi, abduhu va rasuluhu desa ham bo'ladi. Shu kalima bizni iymonga kiritganmi? Nima iymonga kiritgan bo'lsa, shu iymondan chiqaradi. Buni bilib olinglar. Bu hozirgi kunda bizni azalda Maturidiy aqidasiga e'tiqod qilib, o qanchadir asrlardan beri shunga e'tiqod qilib, shu hukm bilan yurgan bobolarimizni hidoyatlik fatvolarni bugungi kunda o'zgartirayotgan qo'shtirnoq ichidagi 4 ta 5 ta ashqavomiyalar chiqib qolyapti. Men nimaga buni ta'kidlab aytyapman? Nima bizni iymonga kirgizsa, o'sha narsa bizni iymondan chiqaradi. Odam chiqaradi degan gapni gapirgani ham o'zi, misol men aytib turib, ichim g'alati bo'lib ketyapti. Xudo saqlasin iymondan chiqishdan. Deganim, bugun bular dindagi buyruq bo'lgan farzni qilmaslik bilan, dindagi qaytariq bo'lgan haromni qilish bilan inson dindan chiqadi degan gaplarni bugun internetda tarqayapti. Akalar, bugungi kunda oldin o istoriyaskiy kinolarni ko'rsiz, ikkita podshohlik bitta katta yaylovda urush qilgan. Juda katta yaylovda yo u bostirib kelgan, yo bu kelgan, bitta yaylovda urush bo'lgan. Bir-biri bilan talashgan. Bugun xuddi shu urushda akkuratlik qilib olishdi, internet maydoni qilib olishdi. Dushmanlarga ham juda qo'l kelyapti bu. Yaxshi odamlarga ham qo'l kelyapti bu. Masalan, hunarmandlar qancha reklama qilib olalyapti, to'g'rimi? Do'konini, ishini reklama qilib olalyapti. Endi razillarga mana fohishalar, itdan battar, hayvondan battar fohishalar desam, yoqmayapti ekan bu gapim. It xalqqa ziyoni yo'q, itni. To'g'rimi? Agar quturib qolmasa, itni ziyoni yo'q. Cho'pon bo'lsak, ovchi bo'lsak, yo yerimiz katta zavodimiz bo'lsa, it baylab qo'ysangiz foydasi bor. O'zi zarur bo'lmasa, uyda it boqib bo'lmaydi o'zi aslida. Lekin hayvondan battar desak, bu odamni shunaqada bo'ladi. Alisher Navoiy aytganlar-ku, odam bordir, hayvon undan yaxshidir degan bilan. Ha, sigir hayvonmi? Ha, fohisha sigirdan yomon-da. Sigirdan yomon fohishalar. Deganim, shular ham internetda o'zini reklama qilyaptimi? Qilyapti.
Deganim bugun internet kimlar uchundir yaxshilik maydoni, kimlar uchundir yomonlik maydoni bo'lib qoldi. Bu maydonda eng yana bitta xavotir tomoni, umuman shu sohani tushunmaydigan insonlar ham shu maydonda qilich ko'tarib yuribdi. O'zi qilich ushlashni bilmaydi, ko'tarib yuribdi. Ya'ni nima demoqchiman? Umuman o'sha temani bilmaydi, shu temada chiqib gapirib, xalq ichida panika qilyapti. Ha desa, bunaqangi kasallik tarqabdi deb turib, bitta dokument qo'yib qo'yardi, u xiraraq qilib turib. Pechati bor dokument. Uni o'qib enekin din baba gap yo'qda dinga. Din zo'r narsada. Din nima deydi? Rasululloh sollallohu alayhi aytganlar, eshitgan narsangni gap qilib gapiraverishing seni kazzob, yolg'onchi inson ekanligingga yetadi deganlar. Bu bittasi. Qur'onda Alloh nima deydi? Sizlarga bir fosiq xabar olib kelsa, bu degani xabar tarqasa, uni to aniq qilmaguninggacha ishonma degan. Bu degani bitta ma'lumot keldimi, uni ma'lumot deb ko'tarib yurmasdan shu sohadagi odam bilan so'rash kerak. Mana diniy sohada o chala bilimdonlar chiqib nechta odamni panika qildi. Juma bilan tabriklab bo'lmaydi, palon po'kindi. Bilmayman, böyle 1000 ta odam tashladi shekilli. O'shalarga jumangiz muborak deb yozib yubordim qaytarib. Mendan so'rab yozishdi o'zi. Juma bilan mana kimdir gapirgan ekan, 3 minutmi, 4 minutlik. Juma bilan bas, dushanba bilan ham tabriklayveringlar. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Har kuni tabriklang. Kuning xayrli, barakotli bo'lsin, stiker yasab kunda tarqating. Kunimiz barakotli bo'lsin. Bu duo bu. Bu duo bu. İşimiz barakotli bo'lsin, mashinasi muborak bo'lsin deyapsizmi? Muborak degani barakotlik degani. Baraka muborak. Bitta so'z. Kunda tabriklang bir-biringizni. Tabriklang. Kuning xayrli, barakotli bo'lsin. Zo'r. Tim bo'li juma kuni. Kunimiz barakotli bo'lsin, mana bugun juma. Ham dunyo ishimizga barakotli bo'lsin, ham oxirat ishimizga barakotli bo'lsin inshaalloh. Xo'p. Bizni iymonga kiritgan narsa teskarisi iymondan chiqarishni bilib oldilar-da. Deganim internetdagi ma'lumotlarga aldanmanglar. O'ylanib qolmanglar. Chunki hozir internetda takfirchilar paydo bo'lib qolgan. Takfir deb turib bir insonni kofirga chiqaruvchilar ko'payib qoldi. Hozir yangi gap topishibdi endi. Abdut Tog'ut degan yangi gap topib, to'miyalar. Abdut Tog'ut deb turib, Xudodan boshqa sig'inilayotgan narsani aytadi-da. Svetoforda qiziliga to'xtatsangiz ham, mana bu Tog'utning gapiga kirdi bu deydi bular. Shunaqangi ko'nchinni odamlarda bular. Ko'nchinni degani o'zbekchasiga tugagan bular. Odamiylikdan chiqqan degani. Nimaga desangiz, odamni kofirga chiqarib kayf qiladi bular. Men tushunmayman shuni. Men hech ko'rib, endi barib ko'rasiz, ko'rib nima? To'lka shu shirk kufr. Nima kerak shunaqa qilib? Tayyor e'tiqodda turibdi bir insonni bir dona iymonga dalolat qiladigan belgisi turibdi. Bo'ldi, mo'min, unga mo'minlarga qiladigan muomala qilinadi. Ya'ni o'lsa janoza o'qiymiz, mo'minlar qabristoniga borib ko'mamiz. Mo'min. Nimaga? U Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalom deyaptimi? Bir qattadur kirganingizda patada duo qilganini ko'rdingizmi? Mo'min-ta u. İmanı şartı neydi? Al-imanu iqrarun bil lisan ve tasdiqun bil qalb. Ya'ni qalbda tasdiq qilish va tilda shuni iqror qilib qo'yish. Ya'ni qalbidagi 100% ishongan narsaga tilida shuni ishondim deb aytib qo'yish. Ya'ni amantu billahi, Allohga iymon keltirdim, keltiraman bas. Amantu billahi, iymon keltirdim Allohga va malaikatihi, farishtalariga, va kutubihi, kitoblariga, va rusulihi, payg'ambarlariga, val yawmil axiri, qiyomat kuniga, val qadari, taqdirga iymon keltirdim, xayrihi va sharrihi, uni yaxshisi yomoni Allohdan deb iymon keltirdim, val ba'si ba'dal
mauti, o'lganimdan keyin yana boshqa ba's, yana tirilish bor. Shunga ham iymon keltirdim deydi, shunga 100% ishonadi, shuni tilida aytib berdi, bo'ldi, u mo'min. Tamom. Amal qilmaslik bilan inson iymondan chiqmaydi. Faqat passanaj hurmatsizlik bilan chiqadi. Nima degani? Masalan, iymon keltirilgan narsani passanab, masalan, bu Qur'on o'zi nauzubillah xudo saqlasin, manaqa deb passanaversa, yo payg'ambarlar, aytma, esimga tushib ketib qoldi. Hozir aytib qo'y. Mikrofoning yoqmayapti bolam. Bilmayman nima qilasan. O'shaning uchun hali buravermaslik kerak. Yo, qiziqasizdan burashga hayronman men. Xo'p, esim borda aytib qo'y. Bu ham internetda tarqayapti-da endi. Shuni bilib qo'yinglar. Keyin u gapni aytishdan avval men murojaat qilmoqchi edim, akalar. Mana men ikkita madrasada o'qidim. Dinni o'rganyapmiz. Shuning uchun biz dindan gapiramiz. Va aniq bitta ma'lumot bo'lsa, masalan, meditsinada, masalan, nima, bu narsani mana qilsa, mana bo'ladi degan gap bo'lsa, gapiramiz. Bo'lsa gapirmaymiz. Bir qo'shiqchi bola chiqib, kecha tashashdi, shu gap bormi deb, nabiy degan so'z haqida eshitdilarmi? Eshitmadinglarmi? Kecha menga tashab so'rashdi. Bu nabiy degan so'z hech qayerda yo'q, buni juhtlar topgan ekan, musulmonlarni nima qilish uchun? Bir xorlash uchun, ustidan kulish uchun chiqargan ekan deb turib, shu gapni gapiribdi. Nabiy degan so'z Qur'onda 20 dan oshiq joyda keladi o'zi aslida. Nabiy payg'ambar degani bu. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deymiz u. Payg'ambar alayhi salom deganida bu. Deganim, akalar, bu gapni gapirganda dinda monopoliya qilib olyaptimi degan ikkinchi gapni aytdi. Hali achigan ovqat baribir sasir ekanda. Hali yomonga taraf yo'q ekanda. Hoy, dinda o'qimaganingdan keyin gapirma desa, ana ko'ryapsiz, bular dinni monopoliya qilyapti deydi. To'g'miya? Sen kallangni ishlat, monopoliya qilib biz bu din nima menikimidi? Yo bitta domlanikimidi bu? Din hammamizning dinimiz. Faqat adashib qolmaslik uchun, mana hamma vrachlik qilarmaydi-ku, to'g'rimi? Men aytdim, og'riyapti, shukurlar qoraga bir ochib ko'ringchi, yorib, apendis bo'lsa olib tashlang deyapsizmi men oldimga kelib? Demayapsizmi? Doktorning oldiga boryapsizmi? Ha, dinda ham shuna bo'linglar endi. Ha, desa, palon respublikada yaxshi doktor bor ekansiz, ketyapsizmi? Ha, endi domlani ham zo'ri bor ekansa, boring. Mashinangizga qo'ying benzin, sarflang diningiz uchun ham. Boring o'sha zo'r domlani oldiga, so'rang shu masalani. Xo'p, bizni yomon ko'rarsiz, yoqtirmaysiz, ilmimiz sizni qoniqtirmas. Boring bu yerda. Doktorga boryapmizmi, uzoq joylarga? Boryapmiz. Dinda ham borish kerak. Deganim, endi u bola kim, nima bilmadim-u. Xullas o'sha to'yda qo'shiq aytayotgan ekan, bilib olinglar, bitta gapni yana tarqatinglar debdilar u bilimdan. U nabiy degan so'zni eshitmaganliklaring uchun davomini aytmayapman sizlarga. Hali qichishmagan joyda qashima deydi. Ko'rsalang keyin bilib olasizlar. Hatto boshqa gaplarim bor. Xullas bu gap noto'g'ri gap. Nabiy degan so'z bu Qur'onda bor. Bu Qur'onda bor narsa bu. Hadisda bor narsa bu. Shuni bilib olinglar. Deb turib gapimni yo'qotib qo'ydim. O'zi nima demoqchi edim o'zi? Xullas yerda iymon kalimasini aytganda eshitdilaringlar va kutubihi va rusulihi dedik-ku. Rasulun deb turib bitta payg'ambarni aytadi. Rusulun deb turib payg'ambarlar deydi. Iymon bo'lish uchun payg'ambarimiz alayhissalom va payg'ambarimiz alayhissalomdan avvalgi hamma payg'ambarlarga iymon keltirishlik bu biz uchun farz bu. Shuning uchun Musa payg'ambar, Iso payg'ambarni begona payg'ambar deb qilib gapirmaylar. Iso alayhissalom, Iso payg'ambarimiz deb hurmat bilan gapiriladi. Bilsangiz, boshqa din egalari, lekin bizi dindagi nimalardir karikaturadirmidi? Hani kulish, ermak qilish ma'nodini.
Shuna qiladiganlar bor, bilsalaring, ha? Lekin haqiqiy birorta musulmonni Injil yo Tavrot yo Zabur kitobini yoqayotganini kim ko'rgan? Yoqmaydi. Birorta bizdan avvalgi mana Iso alayhissalom, Musa alayhissalom, shu payg'ambarlarni birortasini yo yomon gap bilan yo bir rasm bilan bir xuning ish qilganini ko'rmadik, eshitmadik, to'g'rimi? Nimaga unaqa? Sabab islom unamaydi bunga. Chunki bizdan avvalgi dinlar hammasi Allohning dini. Hammasi mana bizi asrimizda hozir bizi dinimiz Xudo taolo tomonidan Qur'on va hadis orqali mukammal qilinib islom dini qilib berildimi? Undan oldingi Tavrot, Zabur, Injil kitoblari bor-ku, bular ham Allohning kitobi bular ham. Faqat hozirgi siz ko'rayotgan emas. Chunki hozirgilari bandalar tomon o'zi necha xil qilib o'zgartirilganda bu narsalar. Bular emas. Lekin Alloh o'zining kalomi bo'lgan oxirgi kitobiga va'da berdi. Qiyomat kunigacha bu kitobni o'zim saqlab olaman degan. Qur'onda himoyasida Alloh turadi. Shuning uchun xotirjam bo'ling, yoqadimi? Mana bittasi nima qilibdi? Qur'onni oyog'ini tagiga qo'yib bosib o'tyapti. Videoda ko'rdim. Bittasi yoqyapti. Bittasi hojatxonaga qo'yib qo'yibdi. Bu endi bu ishlari bilan ular o'ylaydiki, biz islom diniga yoki Qur'oni Karimga nimadir qila olamiz deb o'ylaydi. Nabarot qaysidir yili karikatura qilganda Rasululloh alayhisalom o'sha davlatda o'zida necha ming odam musulmon bo'ldi. Ko'ryapsizmi islom kuchliligini? Nabarot necha ming xalqi musulmon bo'lib ketdi. Hatto shu darajadaki qaysidir yili masjidga kirib otib tashladi, qaysidir davlatda eslaysizlarmi? O'sha masjidga kirib hatto namozxonlarda orqasida turishib o'zi iymon keltirmagandir. Hatto kirib billa yotib turib ham turishdi o'sha xalq ichida. Qiziqqanida. Deganim Allohning dini bilan ko'pi olishadi o'zicha. Lekin olishganlarni tarixda ko'rdik. Tarixda ko'rdik olishganlarni. Biz eng asosiysi bu kema bo'lsa deylik, kema oldiga ketadi doim. Oldiga ketadi. Bu kemani birov to'xtatolmaydi buni. Bu Allohning kemasi bu. U ketadi, bu din. Kema misolida aytsam-da, faqat biz shuna bo'lib qolmaylik, kemani oldida yurmasligi uchun itaradigan odam bo'lib qolmaylik. U siz bilan manba, dunyo tursin bu kema muz yorar bu, yorib yuboradi bo'yin. Lekin faqat o'shani oldida tayda qolib ketib qolmaylik. Yo orqada itarayotgan bo'laylik. Juda foyda istaymasa aka, zarar istaymasin. Dinga minus bir ish, bir gap gapirib qo'ymanglar. Dinga minus bir ish, bir gapga sherik bo'lib qo'ymanglar. Like bosib qo'ymanglar. To'g'ri aytasiz, o'sha yomon fikrga qo'shilib qo'ymanglar. O'zini domlasini yomonlangan kommentariya fikrlarda ha to'g'ri aytasiz, o'zi qo'shilyapti. U o'ylaydiki, hali trollmi, bir narsa bo'lib boshqa nomni ochib olyapti-yu, uni birov meni bilmaydi deb o'ylaydi shekilli. Sen shoxida yursang, bargida yuramiz, xudo xolasa. Shu yerda jumada o'tirib biz o'zimizga boshqacha fikr bildirganlarga rozi bo'ladiganlar bor. Ha, unaqada 5 kilometr yurib, borib boshqa joyda juma o'qi, jon uka. Nima qilasan buyoqqa kelib? Kislorodni yo'q qilib. Qancha odam kam bo'lsa, shuncha kislorod toza bo'ladi. To'g'rimi? Ruscha esimdan chiqib qoldi hozir. Ha, shu. Xo'p. Xudo taoloni hamma payg'ambarlariga iymon keltirish bu bizi e'tiqodimiz, asosiy iymon, e'tiqodimizni mustahkam bo'lishiga bu bir sabab bu. Agar shu bo'lmaydigan bo'lsa, Xudo saqlasin, iymonimiz iymon hisoblanmaydi. Ulamolar aytganlar, birinchi o'rinda e'tiqod, ya'ni ishonish, mustahkam qilish degan ma'noni bildiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar ekanliklariga %100 ishonish bu iymonning bitta sharti. Iymonning bitta sharti payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambar ekanliklariga iymon keltirish va payg'ambarimizdan avvalgi payg'ambarlarda hammasiga ishonish. Faqat sahih yo Qur'onda yo Rasululloh alayhisalomning hadislarida kelgan asarlar bo'yicha.
Ishonish bu iymonning bir sharti. Va payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambarlarning xotimasi bu kishi. Ya'ni xotima deganda tugatuvchi degan. Xotima deydi, bugun xatmona bo'lyapti deydi. Bu nima degani desa, 30 pora Qur'on o'qilib, eng oxiri tugatilyapti degani. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalomni payg'ambarlarni xotimi deydilar, ya'ni tugatuvchisi. Hamma dokument hamma yo'q bo'lgandan keyin oxirida muhr qo'yiladi-ku, muhr, pechat. Bo'ldi, bu dokument yakunlandi, tugadi deganimi? Payg'ambarimiz alayhissalom bizdan avvalgi hamma payg'ambar, hamma dinlar kelib eng oxiri payg'ambarimiz alayhissalom bo'ladilar. Shuni ham bilib olinglar. Ya'ni e'tiqodni shunday qiling va shunda tugating. Payg'ambarimiz alayhissalom Allohning rasuli, elchisi, payg'ambari, bizi payg'ambarimiz alayhissalom va eng oxirgi payg'ambar. Payg'ambarimizdan keyin payg'ambar chiqmaydi. Chunki bugun musulmonman deydi shular, lekin payg'ambarlikni da'vo qilayotganlar bor. Orada eshitib qolasizlar. Bundan 10 yildan oshiq shekilli shu atrofda ham eshitganmiz, agar xabarlaring bo'lsa. Joyini aytmay, shu o'tirgan joyimizdan 7-8 kilometrga bormaydi. Payg'ambarman degan. Men oldimga kelishganda aytdim, ko'rmay turib aytdim, bu odam jinni dedim. Bu odam jinni surishtiringlarda dedim. Chunki hech qanday nasihat eshitmagan musulmon bor-ku, sog'lom fikrli odam bo'lsa, bu gapni gapirmaydi. Keyin internetda qo'shni davlatlardan bittasi chiqdi. Menga vahiy kelyapti dedi. Bir avliyoning shogirdlari ko'rinmay qolganda ustozlari so'ragan ekanda, "Sen nima ko'rinmay qolding? Huzurimizda" desa, "Shu men Xudo bilan gaplashyapman." Xudo bilan gaplashyapsan? Ha, gaplashyapman. Shu Xudo bilan gaplashayotganingda bir meni ismimni aytib qo'y degan ekan. Xo'p deb. Keyin endi xotibdan ovoz kelgan, u gaplashib o'tiravergan. Keyin esiga tushib ketib, ustozning ismini aytgan ekan. Ustozi shu darajada taqvolik, maqomi baland avliyo bo'lgan ekanlar. Shunda o'ziga kelib ketgan ekan. Qarasa, qishloq butun hayvonini go'ngini olib chiqib to'playdigan go'ng tepaga chiqib, shayton bilan gaplashayotgan ekan o'sha joyda. Deganim, kimdirlar tushlar bilan, kimdirlar o'zi tushunmagan qaysidir hikoyalar bilan bugun adashib qolyapti. Menga bittasi ochiq aytayapti, bittasi oq chakmon, oq salla, oq soqolda, oq sallada kelib, bugundan boshlab san namoz o'qimasang ham bo'laveradi, san shunaqa yetishib qolding dedi, deyapti. Mendan so'rayapti shuni. So'ramayapti, menga aytayapti, so'ramayapti aytmoqchi. Shunga endi namozlar nima bo'lyapti desam, endi o'qigim kelsa o'qiyapman, o'qigim kelmasa o'qimayapman, dedi. Aka, siz ruhiy nimada uchotda turasizmi deb to'g'ri so'radim. Anaqa bo'ladi-yu, spiskada turadiganlar. Sen ya qora aka nima deyapsiz? Yo'q, faqat savol berdim. Mendan ham so'ravering, men yo'q deyman. Men o'sha qada turmayman-da, to'g'risi. Yo'q, turmayman dedi. Aka dedim, o'sha kishimga aytganim, endi siz mabodo tushingizga shunaqa sallali, soqolli kirib qolsa, noshariy gap kirsa, u sallali, soqolli emas, u qilichli kirmaydi-mi u? U gaplarga, u fikr tushdagi narsalarga shariatga tushsa, keyin o'sha tushdi ta'biri haqida gaplashsa bo'ladi. Keyin odamga aytdim, aka, ko'p zikr qiling, ko'p Qur'on o'qing, yotganingizda ham zikr, oyatlar ko'rish bilan o'qing dedim. Xullas bu vasvas, shaytoniy tush bu mutlaqo hatto payg'ambardan soqit bo'lmaydi bu namoz. Payg'ambarimiz alayhissalomdan soqit bo'lmagani bu. U kishimga bitta sallali odam kirib, tushlarida namoz o'qimadi desa, o'qimay yuribdi ekanlar. U shuning uchun azizlar, endi odamni hidoyatga boshlaydigan ham kitob, zalolatga boshlaydigan ham kitob. Bilasizmi shuni? Hozir 200 dan oshiq oqim bor-ku, oqimlar aqidada adashgan, mana salafiy, vahobiy, hizbut, nurchi, tabliğchi, qorasallar, shohidiy, shuna oqimlar bor-ku, hammasi Qur'ondan gapiradi. Hammasi Qur'ondan gapiradi. Bugun
siz va meni kofir deyotganlarim Qur'ondan dalil keltiradi shular. deb o'ylayman. Siz o'zingizni kofir desa, men misol birovni o'ylab gapirmayapman. Shu kofir degan so'zni gapirib turib, men misol g'alati bo'lib ketyapman, ochig'ini aytsam. Bu kichkina gap emas-da bu. Bugun mana biz Abdulloh biz, Allohning quli biz. Ular Abdu Tog'ut deyapti. Ya'ni but quli deyapti hozir. Desa, namoz o'qimaydim, bo'ldi, sen kofirsan deydi. Bu nimasi bu? Payg'ambarlarning ishi elchilik. Elchi deganda bilasizlar, elchiga o'lim yo'q degan kinolarda gaplar bo'lardi-yu. Elchini ishi podshoh aytadiki, bor deydi. Sen mana bu joyga yo mana xatni ber, yo mana gapni yetkiz deydi. Xo'p deydi, boradi. Palonchi elchi kelibdi deydi. Mana hozir ham bizga kelyapti-yu, palon davlatning elchisi keldi deydi. U keladi, o'sha davlat nomidan keladi u. Bu insonga bo'lgan hurmatsizlik butun o'sha elchi jo'natgan podshoh-yu o'sha millat o'sha davlatga hurmatsizlik hisoblanadi. Shuna qabul qilinadi. Elchiga hurmatsizlik bo'ldi, bu o'sha davlatni bir tiyinga olmadi degan. Endi payg'ambarlar u Allohning elchisi bular. Rasululloh deganda Allohning elchisi degani. Xo'p, bularni bizga Alloh jo'natgan. Allohning elchisi bular. Bu nimani payg'ambarning ishi nima ekan? O'zini-o'zi ma'lum. Alloh taoloning gaplarini bandalarga yetkazish, dinini tushuntirish. Payg'ambarlarning ishi Alloh taoloning dinini ham nazariy, ham amaliy musulmonlarga tushuntirish. Rasululloh alayhissalom bu ishlarida mukammal bajarganlar. Alloh taolo buni dalil qilib Qur'onda aytgan: Astaizu billah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun deydi Alloh taolo, shu 23 yil Qur'on tushib, 23-yili nozil bo'lgan oyat shu. Bugunlik kunda men sizlarga dinlaringni mukammal qilib berdim deydi. Bu nima degani? Mani elchim, payg'ambarim o'zini ishini mukammal bajarib bo'ldi degani. To'liq bajarilgan. Buni Alloh aytayapti buni. Men bu gapni aytishim, hatto ba'zi bir toifalar bor. Jabroil alayhissalom bilasizlar, farishta bo'lganlar. U kishi ishlari nima edi? Vahiy. Ya'ni Allohning gaplarini, xabarlarini payg'ambarlarga yetkazuvchi. Musulmon shular ham. Bular ham musulmonman deydi o'zini. Musulmonlik da'vosini qiladi. Salla kiyadi, namoz o'qiydi, soqol qo'yadi. Shuna toifalar bor. Jabroil vahiy olib kelishda adashgan deydi. Nima deydi? Aliga keladigan vahiyni Muhammadga olib kelib qo'ygan deydi. Bu kimga tuhmat bu? Odam bitta o'ylasa, mana hozir na oyat, na hadisni tarjimasini bilmaydigan odam iyi deyapsiz hozir. İyi nima deyapti bular deysiz. Xudoga shukr shuna fikrli qilib qo'yganiga. U bu gapni bitta o'ylab ko'rish kerak deydigan qilib qo'yganda nima qilardik? Xudo saqlasin. Shunaqa ahmoqlar bor. Bitta o'ylab ko'rish kerak buni. Odam maymundan yaralmagan deb gapirsa, bittasi aytayapti-ku, to'g'ri qoraki, lekin maymunni ham ko'ringda odamga o'xshaydi deydi. Fikrlashda ham akalar, fikrlash farqi bor-da. Bizni fikrimiz bor-ku, mana ongi tafakkur deydi. Ongi tafakkurimizga Allohning qudrati sig'maydi. Tushunyapsizlarmi? Bu videoni menga tashavor desa, bitta tashasa telefoningizni okey deysiz, damini ol degan yozuv chiqadi-yu. Nimaga desa, mega terabayt sig'mayapti senga deydi. Mana miyamizda terabaytlari bor, sig'dirmaydi. Shuning uchun Allohning qudratini mo'jiza deydi. Mo'jiza degani ojiz, kalla olmaydi. Iymon deb turib kalla olmagan fan nahotki deydigan narsaga ishonishdi iymon deydi. Nahotki deydigan narsada bu mo'jizalar. Nahotki fan bilan iymon keltiradigan narsani fan bilan isbotlash kerak desangiz, odam kofir bo'lish kerak. Nauzubillah. Fan bilan isbotlansa, keyin men
iymon keltiraman desangiz, mo'jiza degani fan isbotlab berolmaydi uni. Isbotlab berolmaydi uni. Allohning zotini nimasini isbotlaydi? Qiyomat kunida bittasi kelib olimdan so'ragan ekanlar. Qiyomatda hamma tiriladi deysiz, ha, hamma tiriladi. Tirilmagan odam qolmaydi, ha, hamma savol javob qilinadi, ha, qilinadi. Bu degani tergov qilinadi, sud qilinadi, hukm chiqariladi. Shuncha odam, endi 100 milliardlab odam haqida gap ketyapti, adashmasam. 100 milliardlab. Hozir bitta asrda 8,5 milliard yashayapmizmi? 7,5 milliarddan oshdimi? 8 milliardga qarab ketyaptimi? 50-yilda shu ketishi bo'lsa 9 milliard bo'ladi deyishyaptimi? Endi ancha odam ko'p bo'ladi-da, shuni savol so'ragani keldim. Shuncha hisob-kitob qana qiladi buni? degan ekanda, bir qiziqqan ekanda yigitdi-ku ham. Keyin olim aytgan ekanda, shuncha yer yuzidagi tirik narsani kim boqadi? Rizqni kim beradi? Xudo beradi. Shuncha tirik narsani, shuncha tirik odamni rizqida xato qilmasdan rizqini berayotgan Allohdan so'raysan buni degan ekan. Haqiqatda deb o'ylasangiz, kalla olmaydi bu narsani. Tasavvur qiling, 55 ga kirib o'lsangiz, 55 yil siz bo'lasiz. Men 54 ga kirib o'lsam, 54 yil men umrimga javob berishim kerak. Shuni qilib hamma kalla olmayaptimi? Shuni arab tilida mu'jiza deydi. Mu'jizatun, ojizsan sen, kallang olmaydi, bavar olma degani. Shuning uchun kallamiz olmaydigan narsaga kalla qatirmaylik. Kalla oladigan narsalar haqida qiziqaylik. Bizning ishimiz nima? Ma'rifatulloh, Allohni tanish va uni so'ngida taniganingdagi avtomatik Allohga o'zi qo'lni ko'ksiga qo'y, xo'p deysiz. Bitta tanimagan odam kelib, "Ey, bor dokumentlarni olib chiq" desa, "Ne qaradi? Tushunmadim" deysiz. Men palon sizni sistemangizdagi respublikadagi palonchi bichman desin. Tushunasizki, shuna dokument olib chiqamizki, to'g'rimi? Shuning uchun Allohga xo'p bo'ladi. Bo'pti, so'kinmayman, xo'p aroq ichmayman. Xo'p bo'ladi men. Payg'ambaringga ishonaman. Payg'ambaring olib kelgan hamma narsaga iymon keltiraman deyish uchun Allohni tanish kerak. Shunda keyin biz nos sigara chekmay qo'yamiz. Nos sigara chekayotganlar, sizlarga Xudoni taningda, Xudoni 99 ism sifatini 10 marta o'qingda boshqatda. Ishoning tashlab yuborasiz nos sigaretingiz. Nimaga uyatib qolasiz tanib qolsangiz? Uyatasiz chekkan. Shuni qilasiz, betingiz chidamaydi, qo'y deysiz, tashlaysiz. Bomdodga uxlagani ishoning, men shu gapimga javob beraman. Men shu boshimdan o'tgancha aytyapman sizga. Uyatasiz bomdodga turmagan. Betingiz chidamaydi, nimaga? Yo'qdan bor qilgan. Shuncha yil, 20 yil, 30 yil, 50 yil, 70 yildan beri bizni qarab, boqib, tarbiya qilayotgan zot tur desa qana turmaydi. Turmasligi uchun uzr endi qo'pol o'sam aytaman, odam normalniy bezbet bo'lish kerak-da, to'g'risi. Tagiga mashina olib bersa, nomiga olib bersa, uy olib bersa, 2 xonali, zo'r ishni ta'minlasa, telefon qilib, "Uka, tezda ish chiqib qoldi" desa, "Aka, yo'q" deyish uchun normalniy bezbet odam bo'lish kerak. To'g'ri gapda. Nimaga u zo'r yaxshilik qilgan odamga dinni ta'limoti kerak bo'lsa ziyodasi bilan qaytar deydi. Rasululloh alayhisalom tuya olgan odamdan yaxshirog'ini qaytarib beringlar dedilar-ku. To'g'rimi? Bu degani birovdan qarz oldik deylik, 5000 so'mlikni urinib yotgan pachag'idan 20 million qarz oldik deylar. Hozir 200 ming TL'ni yangi pachkasini olib borib bering. Beli sinmaganlik, birov ushamagandan olib borib bering. O'zi 5000 so'mlikdan olib borib bersangiz ham mayli, lekin zo'r qilib qaytarish kerak. Ziyoda qilib demadim, zo'r qilib deyapman men. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan, "Astagfirullah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullohi va xotaman nabiyyin." Mana shu yana menga vahiy kelyapti yoki yana payg'ambar keladi deydiganlarga dalil. Alloh aytayaptiki, Muhammad sizlarda birortalaring dadalaring emas.
Ha? O'g'illari go'dayligida vafot qilib ketgan va shundan o'g'il farzand go'dayligida qolib ketgan. Go'dayligida vafot qilgan, hamma o'g'il farzandlari hammasi go'dayligida vafot qilgan. Undan tepaga o'tmagan. Razoat yoshi deydi, hatto emiziklik yoshida o'tib ketgan deydi. Bu degani 3 ga kirmagan. Rivoyatlar shu. Deb turib Xudo aytadiki, lekin u Allohning rasulidir va payg'ambarlarni tugatuvchisidir. deb Xudo aytib qo'yadi. Qur'onda turibdi bu. Payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambarlarni tugatuvchisi, eng oxirgi zamon payg'ambari. Oxirgi zamonda alg'u-dalg'u bo'lyapti deydi-yu, shu mash. Oxirgi zamon tamom bizdan keyin ummat tugaydi, tug'ilishi, zamon tugaydi, bo'ldi, qaytib bu dunyo degan narsa o'chadi. Yo'q, bu dunyo yo'q. Endi u dunyo boshlanadi. Endi u dunyo boshlanadi. Ana haqiqiy g'am, haqiqiy muammo, haqiqiy yechish kerak bo'lgan masalalar o'shalar. U nima edi? Qiyomatda bitta sartarob qilinamiz, bitta hisob kitob qilinamiz. Tamom, Alloh aytib qo'ygan. Yaxshi ishing ko'p bo'lsa jannatga, yomon ishing ko'p bo'lsa jahannamga kirasan degan. Shuning uchun akalar Rasululloh alayhisalom shoshil tavbini qilib ol deganlar. Ey shoshil. Telefon bo'ladi, palonchi o'lib qoldi, janoza ekan desa, mesela o'zimda ko'p bo'lgan voqea. To'xtab turing deyman, kim aytyapsiz deyman. Palonchi adashmayapsizmi deyman. Nimaga? Hozir billaydik yo kecha billaydik yo ilgari kun billaydik-da. Siz telefon qiling boshqatdan aniqlik keyin ayting desam, yo'q, uylaridan kelyapman, shu kim o'lib qolibdi deydi. Men adashmayaptimi deb so'rayman. Nimaga? Birorta joyi qichishmagan hattoki. U kasallik qo'ying. Qichishmagan ham shu odamlar. Bunaqa men minglabini bilaman. Minglab buni xabarlar kelgan menga. Minglabini bilishim endi domla janoza o'qiydi, shuning uchun aytishadi. Deganim, aka, xotirjam bo'lib qolmaylik. O'lim bexos keladi. O'lim sani soyang. Bu nima degani? Soyingiz hojatda ham, hammomda ham, bassenda ham, okeanda ham, dengizda ham, Dubayda ham, Turkiyada ham soyingiz o'zingiz bilanmi? O'limingiz o'zingiz bilan yuradi degan aka. Faqat bitta narsani kutadi. Ajal. Allohning amri, meni iznimsiz hech kim o'lmaydi deydi. O'lsak nima deymiz? O'sha yerda 5 mahal namozga suslar, yolg'on gapirayotganlar, aldayotganlar, so'kinayotganlar, ichayotgan, chekayotganlar. Akalar, uyg'onaylik. Uyg'oning. Siz to'shna g'aflat uyqusidasiz. Men sizni tanimay, ko'rmay turib aytaman. Chunki g'aflatdagi odam keyin shu ishlarni qiladi. Akalar, g'iybat qilmanglar. Kategoriyasiga o'z uchun qonun, qoida qilib oling. Qattiq turing, uyda ham gapirtirmang. Bolangizga ham, xotiningizga ham, akangizga ham, ukangizga ham gapirtirmang. Qilma g'iybat deng. Sizni ko'rganda g'iybat qilmaslik miyasiga ursin. Gapirma birovda deng. Telefoningda bir insonni sha'ni toptaladigan informatsiya kelsa, jo'natgan odamni so'k deng. Hayvon menga bunday narsa jo'natmadi yozib olsin. Hayvon do'ring uni odamlar. Ding hayvon. Uyatsiz gap bilan so'kin. Bugun musulmonlar shuna bo'lib, bugun musulmon o'zini o'zi rasvo, o'zini yog'iga o'zi qo'rilyapti. Nimaga? Dunyo qarash tor, ma'rifat yo'q. Dunyo qarashimiz tor bo'lib ketib qolyapti. Bitta odamning xatochisi, ha, o'zi bilardim. Nimani bilasan? Nimani bilasan? Sizda xato yo'qmi? Menda xato yo'qmi? Kim xatosi yo'qdi, men yetalab olib keling shu odamni. Xatosi yo'q o'tib ketganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Ular ma'sum, ular xatodan Xudoy taolo tomonidan ular qo'rg'langan, ular himoyalangan ular, payg'ambarlar. Siz kimsiz xatoingiz bo'lmaydi? Men kimman, men xatoim bo'lmaydi? Bu degani siz menga xato qildingizmi? Men shunaqa bu bandalikni ishini qildi, tamom. O'sha ishini qildi, tamom. Men ham xato qildimmi? Bandalik ishini qildi. Bir-birimizni kechirmasak, bir-birimizdan yaxshi gumon qilmasak, bir-birimizni poddershga qilmasak, bir-birimizni yaxshi ko'rmasak, qani islom nima deb o'ylaysizlar o'zi islomni? Do'pki jaynamozda o'tirish islom deb o'ylaysizlarmi? Shu islom. Bir-birini yaxshi ko'rish, bir-birini poddershga qilish, bir-biriga qayg'urish, xursandchilikka erishsa xursand bo'lib duo qilish,
xafachilik yo'liqsa borib ta'ziya bildirish, qo'lingizdan kelgan poddershkani qilish. Uyingiz yonib ketibdi, endi sabr bersin emas. Bering qo'liga pul, shipir olib bering, g'ish olib bering. 5-10 bonga kraska olib bering. U sabr bersin bilan bo'lmaydi u. Islom shu o'zi aslida. Bir-birini yaxshi ko'rish, jipslik, poddershka, bir-biriga tuhmat qilmaslik, g'iybat qilmaslik. Shu Rasulullohni o'rganishdan, Rasululloh hayotdan o'rganing. Mana men aytgan kitobni olib o'qing. Rasulullohning hayotlarini faqat namoz, zikrda o'zi bilan maqtalinmagan. Rasulullohning butun odob va axloqlari, mehribonliklari, saxovatlari, kamtarliklari, to'g'ri so'zliklari, birinchi salom berishliklari, pokizaliklari, toza inson bo'lganliklari, shu din o'zi asli shuda. Siz kelib juma o'qib, namoz o'qib ketsangiz-u, ayka chiqib kibr, xohlaganingizni qilsangiz, birovni busidan kelsangiz, kimsiz siz? Savol bering o'zingizga, kim biz? O'zingiz musulmon deb nomlamang o'zingizni musulmon deb. Buna musulmon degan so'zni obro'sini to'kmang, uni musulmon unaqa bo'lmaydi. Musulmon qaysidir joyda, qaysidir vaqtda musulmon bo'lib qolgan payt musulmonchilik o'chirib yoqadigan narsa emas bu. Yonsin bo'ldi, o'lganimizda o'chadi u. Tamom. Shuna bo'ling. Bu joyda musulmon bo'laylik. Bozordamisiz musulmon bo'ling. Oshdamisiz musulmon bo'ling. Do'stlikdamisiz musulmon bo'ling. Qo'ni-qo'sh musulmonmi? Er-xotinmi? Musulmon bo'lsin. Xotinlar muslima bo'lsin eriga nisbatan. Erlar xotiniga nisbatan musulmon bo'lsin. O'rtoqlar, sinfdoshlar musulmon bo'lsin bir-biriga. Endi bitta bularni ham mavzulari keladi do'stlik haqida. Hali do'stlikda musulmon qana bo'lishini hali inshaalloh eshitasizlar. Bularni bayon qilamiz inshaalloh. O'sha mavzular o'zi bitta kelyapti. Er-xotin musulmon uni ham bayoni keladi hali. Savdoda musulmon, uni ham bayoni keladi hali. Bugun savdoda musulmon, men o'zim savdogar bo'lganim uchun bilaman. Yo'q devorsam, jitcha lob bo'ladi, jitcha. Lekin savdoda 80% oshiq savdogar musulmon bo'la olmayapti desam, shu gapimga javob bera olaman men lekin. Savdogarlar ko'ryapmiz-ku, hamma savdogar bilan endi to'g'rali harom sotadigan savdogarlar bilan, aroq, nasha, gera, qurol sotadiganlar bilan, psixotrop tabletka sotadiganlar bilan atnashinamiz yo'q-ku. Lekin qolgani bilan ish sohasida boshqada ko'rib gaplashib ko'ryapmiz hayotda. Sho'r chiqmaydi, g'ishobga beryapti, sho'r chiqyapti. Bunisiga nima deysiz? Qizarmaydi, ust oshyapti, qizarib yotibdi. Yo tushuntirib bo'lmasa, aka, piyoda yurasizmi, mashinada yurasizmi? Ha, piyoda yuraman. Piyoda yursiz, aka, bu ko'ynakni olmang, aka. Ayt savdogar. Ayt shuni. Nimaga mashina bilan piyoda farqi bormi sizga? Katta farqi bor. Mashinada yurgan insonga quyosh tushmaydi. Usti-boshi quyosh qizartiradi. Piyoda yurgan odam to'lqa quyoshda yuradi. Aka, siz olmang buni, aka. Bu qizaradi joni. Ayt, Xudo xayr bergur. O'zi umuman hamma mutaxassis egalarida men sizlarga iltimos qilgan bo'lardim. Misol, men bozordan qanaqa qo'y olishni bilmayman-da, men qo'y purushbasman. Men chiqsam aldamang, meni ayting. Ayting menga Xudoyo, buni olma. Men shukrlar qor ekanligim uchun bitta inson sifatida. Temir purushlar aldama, Xudo xayr bergur. Stenkada aldayapsan qalinligida. Nagli aldayapti. Keyin hardorlar ham sal o'zingni bir ishlatinglar. Shtangi sirkulni 10 minut o'rganib olasiz bo'ladi. Shtangi sirkul oling, bunday qiling, ey uka, bu shtangi sirkulni tiqib olaman biror joyingga. Nimaga sen 1.3 temirni 1.5 deb sotyapsan sen? To'g'ri gapda. Taxta purushlar. Nimaga aldaydi qalinida? Yo sifatida. Hozir men to'g'risini pixtami, saslab qo'ysa ajrata olmayman men. Shipir purushlar aldama, sement purush, kul qo'shma, Xudodan qo'rq. Qo'shyapti kul. Yem purushlar, suv chachma, harom bu ish inson. Sho'rxaga suv chachmaydi o'ylaysiz. Oldin pilaqob bo'lardi, bilarmizmi? Pilaqob. U odamdan baland. Bir qop pilaqob sho'rxani bitta odam ko'taralgan oldi. Nimaga ko'taralgan? Qup-quruqga. 2% ham nami bo'lmagan. Hozir bitta 70 kilolik unga sho'rxa solingchi, un bilan bir xilga o'xshaydi. To'g'ri gapda, sementchi sement. Uni hayot turibdi, buni insonda hayoti turadi. Nimaga?
Ha desa, mashinga 2 tonna sement ishlatasan, o'zi aslida 1 tonna 300 kilo ishlatgan bo'lasiz. 700 kilosi kul. Kim qilyapti shu ishni? Qilyaptimi, ha? Qilyapti bu. Bularni toji forslar haromxo'rlar deydi bunaqalar. Agar shetda bo'lsang, sen haromxo'rsan o'shanaqalar. Bilib ol. U namoz o'qib qo'ysa bo'ldi, ketdi, u jannat. Hammomda paynavida kirasan jannatga. Chunki hadis bor. Namoz jannat kaliti bo'lsa, uni tishlari halol luqma deganlar. Halol bo'laylik akalar. Hamma ishimizda, gapimizda, to'yimizda xatmini o'qitib o'tasiga o'sha kun kechib nima qilsangiz qiladigan bo'lsangiz, o'qitmay xatmingizni. Sizga xatmi nima xirgoyimidi u qilib qo'y deydigan. Bir rasmiyatchilik ishmidi u? Xatmini qilib olib, xohlaganini qiladi. Uyning ichiga domlalar tiqib qo'yib, o'qib bo'ldimi deydi. Ha, duoga kiraman deydi. Ba'zi bir xatm o'qiydiganlarga men tan bermayman-da, to'g'risi. Xo'p, duo qilaylik. Alloh hammamizni iymonimizda o'zi sobit qilsin. Biz iymon keltirganmiz Allohning kitoblariga, payg'ambarlariga. Shu iymonimizda Alloh sobit qadam qilsin, adashtirmasin. Umrimizni oxirigacha iymon e'tiqodimiz mustahkam bo'lib, ibodatda chiroyli bo'lib hayot kechiraylik. Jon berar paytimizda shu iymon nishonasi bilan, iymon belgisi bilan jon berishimizni Alloh nasib qilsin ilohim. Yomonlardan Alloh o'zi uzoq qilsin, yaxshilarga yaqin qilsin. Alloh yaxshilar bilan birga bo'linglar, sodiqlar bilan degan. O'sha siddiqlar, sodiqlar, yaxshi insonlar, to'g'ri so'z, iymonida sodiq deganida. Alloh bizni bu dunyoda sodiqlar bilan qilsin va qiyomat kunida siddiqlarning safida qilsin ilohim. Alloh o'zi mehribon zot. Allohim shuncha bandalaring to'planib, qo'l ochib o'zingdan so'rayapmiz. Duolarimizni qaytarmagin, duolarimizni ijobat qilgin, gunohlarimiz sababli duolarimizni qaytarmagin ilohim. Allohim o'zing mehribonsan, senga tavba qilganmiz, yana tavba qilamiz. Umrimizni oxirigacha tavba qilamiz, gunohlarimizni kechirgin. Otamizni, onamizni gunohlarini kechirgin. O'tganlarni rahmatingga olgin. Hayotinglarda tavfiqda, ibodatda umrlarni barakotli qilgin ya arhamar rohim.